Mol boqari 1-2 bo'lmagan. Azaldan mol boqib, qo'y boqib foyda qilsa bo'ladi, lekin boyib keta olmaysiz. Cho'pon yoki mol boqar boyiganni qayerda ko'rgansiz? Aybni yuqoridagilarga qo'yamiz. Narx qimmat, yemni narxi kundan kunga oshib ketyapti, lekin go'sht narxi oshayotganini hech kim gapirmaydi. Mol boqib, qo'y boqib zo'r foyda qilsa bo'ladi. O'zbekiston sharoitida bizning hukumatimiz, yurtboshimizga men rahmat aytaman. Liboy biznesni aql bilan qilsangiz, mana shunaqa foyda bo'ladi. Bitta molingizni 1 yilda 2 ta, ikkitasini keyingi yil 4 ta, 4 tani 8 ta, 8 tani 16 ta, 16 tani 32 ta va hokazo. O'ylasiz milliarder bo'lsangiz bo'ladi, molli boqini tozalab. Buni sizlarga o'rgataman. Ma'lumotlar qiziq bo'lsa, keyingi postlarimizni ham ko'rib boringlar. Nimani hisobiga mol boqarlar va qo'y boqarlar bankrot bo'lib, mol boqar, qo'y boqar kamayib ketyapti. Nima qilsa mol boqib boyib ketsa bo'ladi. Yemni narxi qimmat bo'lsa ham mana shundan foyda olsa bo'ladi. Ma'lumotlar qiziq bo'lsa, ertangi videoni обязательно ko'rib qo'ying. Mol haqidagi ma'lumot, qo'y haqidagi qiziqarli faktlar qiziq bo'lsa yoki qiziqadigan o'rtog'ingizga bizani обязательно yuborib, repost qilib qo'ying.